Bugun men pensiya yoshidagi fuqarolar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntiraman. Ayrim muassasalarga kirishda pensionerlarga sizni kiritmaymiz. Faqat onlayn murojaat qiling. Sizga bu yerda xizmat ko'rsatilmaydi degan javoblar berilsa, bu qanchalik qonuniy, nima o'zgargan va odam o'z huquqini qanday himoya qilishi kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari uchun ham kerak. Chunki ko'p hollarda keksa odam hujjat, navbat elektron tizim va eshikdagi qo'riqchi orasida sarson bo'lib qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun oddiy tilda hayotiy misollar bilan qayerga borish, nima yozish va qaysi hujjatlarni tayyorlash kerakligini batafsil aytib beraman. Avval qanday edi? Ilgari ko'pchilik davlat idorasi, bank, poliklinika, kommunal xizmat, pensiya bo'limi yoki mahalla idorasiga bevosita borib, masalasini og'zaki tushuntirar, navbat kutar, mutaxassisga kirar va qog'oz hujjat topshirardi. Pensioni uchun bu usul og'ir bo'lsa ham tushunarli edi. Pasport yoki ID karta qo'lida, pensiya daftarchasi yoki bank kartasi yonida o'zi boradi, so'raydi, javob oladi. Endi esa ko'p joylarda tartib o'zgardi. Elektron navbat, oldindan yozilish, yagona portal, telefon orqali ro'yxatdan o'tish, vakil orqali murojaat qilish, hujjatlarni skaner qilish kabi talablar ko'paydi. Ba'zi muassasalarda ichkariga kirish erkin emas. Avval qabulxona, keyin elektron talon, keyin mas'ul xodimning ruxsati. Shu o'zgarishlar odamlar orasida pensionerlarni muassasalarga kiritishmayapti degan gapni kuchaytirdi. Men buni aniq ajratib tushuntiraman. Pensioner bo'lgani uchun odamni muassasa ostonasidan qaytarish, ya'ni faqat yoshi yoki pensiya maqomi sababli kiritmaslik odatda qonuniy asosga ega emas. Lekin ayrim joylarda xavfsizlik, sanitariya, maxsus rejim, navbat tartibi, ish vaqti yoki hujjat yetishmasligi sababli kirish cheklanishi mumkin. Farq juda katta. Biri kamsitish bo'lishi mumkin, ikkinchisi esa umumiy tartib bo'lishi mumkin. Masalan, bank filialida qo'riqchi bugun pensionerlarni kiritmaymiz desa, bu noto'g'ri. Chunki bank xizmatidan mijoz sifatida foydalanish huquqi yoshga qarab bekor qilinmaydi. Ammo u ichkarida odam ko'p, elektron navbat oling, raqamingiz chiqqanda kirasiz desa, bu umumiy tartib. Poliklinikada siz pensionersiz, kirmaysiz deyish mumkin emas. Ammo shifokor qabuliga avval ro'yxatdan o'ting, taloningiz bo'lmasa bugun qabul to'la deyilsa, bu tashkiliy masala bo'lishi mumkin. Eng avvalo yolg'iz yashaydigan, telefoni oddiy tugmali bo'lgan, internetdan foydalana olmaydigan, farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda bo'lgan pensionerlar xavotir olishi kerak. Chunki yangi tartiblarning eng qiyin tomoni aynan ularga tushadi. Muassasa onlayn qiling deydi, lekin odamda smartfon yo'q. SMS kod keladi deydi, lekin raqam farzandining nomida. Elektron imzo kerak deydi. Lekin pensioner elektron imzo nima ekanini bilmaydi. Ikkinchi guruh sog'lig'i zaif, uzoq navbatda tura olmaydigan, yurishida muammo bor odamlar. Masalan, 72 yoshli otaxon kommunal to'lovdagi ortiqcha qarzdorlikni aniqlash uchun tuman xizmat ko'rsatish markaziga boradi. U yerda navbat berkimti kishi. Xodim talon tugadi, ertaga keling deydi. Otaxon 2 marta taksi bilan borib keladi. Har safar 30 ming so'mdan 50 ming so'm sarflaydi. Masala esa hal bo'lmaydi. Bu yerda muammo faqat kirish emas, balki xizmatning keksalar uchun moslashmaganida. 3-guruh pensiya, nafaqa, kompensatsiya, subsidiya, dori darmon imtiyozi, sanatoriy yo'llanmasi, nogironlik hujjati bilan ishlaydiganlar. Chunki bu masalalarda bir dona hujjat yetishmasa, ariza qaytadi. Ariza qaytsa, to'lov kechikadi. To'lov kechiksa odamning dori puli, oziq-ovqat puli, kredit to'lovi yoki ijara puli muammoga aylanadi. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning hujjatlari joyida bo'lsa, telefon raqami o'z nomida bo'lsa, bank kartasi ishlayotgan bo'lsa, yaqinlari yordam bera olsa, elektron navbatdan foydalanishni bilsa, u ko'p hollarda muassasaga kirmasdan ham xizmatni olishi mumkin. Lekin men baribir bunday odamlar ham ehtiyot bo'lishi kerak deyman. Chunki tizimdagi xato hammani qiynashi mumkin. Birinchi misol, 68 yoshli ayol pensiyasi bank kartasiga tushmay qolganini sezdi. U bankka bordi. Kirishda unga kartangiz bloklangan, telefon orqali hal qiling deyishdi. Ayol telefon orqali operatorga tusha olmadi. To'g'ri yo'l qanday? U bankdan yozma tushuntirish so'rash kerak. Agar filialga kiritishmasa, kirish joyida mas'ul xodimning familiyasi va lavozimini so'rashi. Murojaatni ro'yxatdan o'tkazishni talab qilish kerak. Bank kartasi,
ID karta, telefon raqam, oxirgi pensiya tushumi haqida SMS yoki ko'chirma bo'lsa, bularni tayyorlab borish kerak. Agar karta xavfsizlik sabab bloklangan bo'lsa, pensioner shaxsan identifikatsiyadan o'tadi. Agar bank xodimi shunchaki ertaga keling deb qaytarsa, bu xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha shikoyatga asos bo'ladi. Ikkinchi misol. 55 yoshli pensioner poliklinikada to'r mutaxassisga kirmoqchi. Registraturada faqat elektron yo'llanma bilan deyishdi. Bu yerda pensioner meni kiritishmadi deb tushunishi mumkin. Aslida unga oilaviy shifokordan yo'llanma kerak bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l. Avval oilaviy shifokorga murojaat qilish, tibbiy karta, ID karta, avvalgi tahlillar, dorilar ro'yxatini olib borish. Agar holat shoshilinch bo'lsa, masalan, bosim 200 ga chiqqan, ko'krak og'rig'i bor, nafas qisishi bor, unda navbat kutish emas, tez tibbiy yordam chaqirish yoki shoshilinch qabul bo'limiga murojaat qilish kerak. Muassasa shoshilinch holatda odamni talon yo'q deb qaytarishi mumkin emas. Uchinchi misol, 70 yoshli buvi subsidiya masalasida davlat xizmatlari markaziga bordi. Unga arizani onlayn topshirasiz deyishdi. Bu javobning o'zi yetarli emas. Chunki davlat xizmatlari markazlari aholiga, ayniqsa elektron xizmatdan foydalana olmaydiganlarga amaliy yordam berishi kerak. Bu ID karta, kadastr hujjati, oila a'zolari haqida ma'lumot. Daromadga oid hujjatlar, telefon raqamini olib borishi lozim. Agar xodim arizani qabul qilmasa, sababini aniq aytish kerak. Hujjat yetishmayaptimi, tizim ishlamayaptimi? Muddat tugagan yoki bu xizmat faqat portal orqali beriladimi? Og'zaki bo'lmaydi degan javob bilan cheklanmaslik kerak. 4-misol, pensioner farzandi nomidagi uyda yashaydi. Kommunal qarzdorlik bo'yicha murojaat qilmoqchi. Muassasa mulk egasi siz emassiz kiritmaymiz desa, bu ham noto'g'ri ifoda. To'g'ri tushuntirish shunday bo'lishi kerak. Ayrim ma'lumotlar faqat mulkdorga yoki ishonchnomasi bor vakilga beriladi. Demak, pensioner mulkdor bo'lmasa, farzandidan ishonchnoma olishi yoki farzandi bilan birga bo'lishi kerak. Bu kiritmaslik emas. Shaxsiy ma'lumot va mulkiy huquqni himoya qilish tartibi. Endi eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, maxsus rejimli muassasalar bor. Masalan, sud binosi, tergov organi, ayrim yopiq tibbiy bo'limlar, harbiy qism, ichki tartib kuchaytirilgan korxona, arxining maxsus fondi. Bunday joylarda har kim ham bemalol kira olmaydi. U yerda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, chaqiruv qog'ozi, ruxsatnoma yoki oldindan kelishilgan qabul vaqti talab qilinadi. Bu talab pensionerlarga alohida emas, hammaga bir xil qo'llanadi. Ikkinchi nozik jihat, sanitariya va xavfsizlik talablari. Masalan, yuqumli kasalliklar bo'limi, reanimatsiya, laboratoriya, oziq-ovqat ishlab chiqarish hududi yoki bankning kassa orqa qismi. Bu joylarga yoshidan qat'iy nazar begona odam kiritilmaydi. Pensioner mening huquqim bor deb ichkariga majburan kirmasligi kerak. Chunki u yerda bemorlar xavfsizligi, pul mablag'i yoki texnologik jarayon himoya qilinadi. 3-nozik jihat, vakillik masalasi. Ko'p pensionerlar farzandining, turmush o'rtog'ining, qo'shnisining masalasini hal qilish uchun boradi. Muassasa esa sizning nomingizda emas, ma'lumot bera olmaymiz deydi. Bu ham ko'pincha to'g'ri. Chunki bank siri, tibbiy sir, shaxsiy ma'lumot, mulkiy hujjat bor. Bunday holatda notarial ishonchnoma yoki qonuniy vakillikni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Oddiy men onasiman degan gap ba'zan yetmaydi. 4-nozik jihat, ish vaqti. Agar pensioner muassasaga tushlik vaqtida yoki qabul kuni bo'lmagan paytda bo'lsa, uni mutaxassis qabul qilmasligi mumkin. Lekin bu holda muassasa aniq jadvalni ko'rsatishi, qaysi kuni, qaysi soatda, qaysi xona yoki qaysi telefon orqali murojaat qilishni tushuntirishi kerak. Bugun yo'q degan javobning o'zi xizmat madaniyatiga to'g'ri kelmaydi. 5-nozik jihat, pullik xizmat va bepul xizmat farqi. Ba'zan pensioner imtiyoz bor deb o'ylaydi. Muassasa esa pullik xizmatni taklif qiladi. Masalan, ayrim tahlillar, ayrim ma'lumotnomalar, ayrim arxiv hujjatlari, ayrim bank xizmatlari tarif asosida bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy talab narx oldindan ochiq aytilishi, kvitansiya berilishi, bepul muqobil bor yo'qligi tushuntirilishi kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam. Muassasaga borishdan oldin masalangizni bitta jumlada yozib oling. Masalan, pensiyam kartaga tushmadi. Sababini bilmoqchiman. Davolanish uchun yo'llanma olmoqchiman. Kommunal qarzdorlik noto'g'ri hisoblangan. Tek sharttirmoqchiman. Odam masalasini aniq aytsa, xodim ham uni to'g'ri yo'naltiradi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Har doim ID karta yoki pasport
pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq ma'lumot, bank kartasi, telefon raqam, ariza nusxasi, avvalgi javoblar, kvitansiyalar, shartnomalar, tibbiy hujjatlar, mulk hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatning aslini olib boring, imkon bo'lsa nusxasini ham tayyorlang. Agar masala farzandingiz yoki boshqa odam nomida bo'lsa, ishonchnoma kerakligini oldindan aniqlang. 3-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga kiritmaymiz, qabul qilmaymiz, bo'lmaydi deyishsa, muloyimlik bilan iltimos rad etish sababini yozma shaklida bering yoki murojaatimni ro'yxatdan o'tkazing deng. Ko'p muammo aynan shu yerda hal bo'ladi. Chunki yozma javob berish kerak bo'lganda xodim masalaga jiddiyroq qaraydi. 4-qadam, ariza yozishni biling. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, ism, familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, masalaning mazmuni, talabingiz va ilova qilinayotgan hujjatlar yoziladi. Talabni aniq qo'ying. Pensiya to'lovi kechikish sababini tushuntirib berishingizni so'rayman. Murojaatimni qabul qilib, yozma javob berishingizni so'rayman. Noto'g'ri hisoblangan qarzdorlikni qayta tekshirishingizni so'rayman. Arizadan bir nusxa o'zingizda qolsin, qabul qilingan sana va ro'yxat raqamini so'rang. 5-qadam. Navbat va qabul tartibini oldindan tekshiring. Telefon qilib ko'ring, rasmiy sayt yoki Telegram kanalda jadvalni ko'ring, mahalla xodimidan so'rang. Davlat xizmatlari markazi bo'lsa oldindan talon olish imkonini aniqlang. Birgina oldindan olingan talon pensionerni 2-3 marta bekorga qatnashdan saqlaydi. 6-qadam. Yaqinlaringizni jalb qiling, lekin hamma ishni ularga topshirib qo'ymang. Farzandingiz telefon orqali yozib berishi, ariza matnini tayyorlashi, elektron navbat olishi mumkin. Lekin hujjat sizning nomingizda bo'lsa, ayrim jarayonlarda shaxsan ishtirok etishingiz talab qilinadi. Agar sog'lig'ingiz imkon bermasa, ishonchnoma rasmiylashtirishni o'ylang. 7-qadam, shikoyat yo'lini biling. Avval muassasa rahbariga murojaat qiling. Natija bo'lmasa, yuqori tashkilotga yozing. Davlat xizmatlari bo'yicha muammo bo'lsa, tegishli xizmat ko'rsatish markazi yoki vakolatli organ orqali murojaat qiling. Bank masalasi bo'lsa, bankning bosh ofisi va mijozlar murojaati kanallariga yozing. Tibbiy xizmat bo'lsa, poliklinika rahbariyati, tuman sog'liqni saqlash bo'limi yoki yuqori tibbiy idoralarga murojaat qilish mumkin. Har bir shikoyatda sana joy, xodimning ismi, nima deyilgani, siz nimani talab qilayotganingiz aniq yozilsin. Men pensionerlarga alohida ogohlantiraman. Hech qachon hujjatingizni begona odamga berib yubormang. Bank kartangiz PIN kodini, SMS kodini, pasport rasmini, elektron imzo parolini hech kimga aytmang. Muassasa oldida men hal qilib beraman deb pul so'raydigan odamlar bo'lishi mumkin. Ular aynan keksalarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Rasmiy to'lov bo'lsa, kvitansiya bo'ladi. Rasmiy xizmat bo'lsa, ariza ro'yxatdan o'tadi. Qo'lga bering, tez bitadi degan gaplardan ehtiyot bo'ling. Yana bir xato, jahl bilan tortishish. Men tushunaman, odam 2 marta qatnasa, navbatda tursa, hech kim tushuntirmasa asabiylashadi. Lekin baqirish, qo'riqchi bilan tortishish, eshikdan majburan kirishga urinish sizning foydangizga ishlamaydi. Eng kuchli qurolingiz hujjat, yozma murojaat, ro'yxat raqami, aniq talab va qonuniy shikoyat yo'lidir. Agar sizga haqiqatan ham pensioner bo'lganingiz uchun kiritilmaydi deyishsa, bu gapni aniqlashtiring. Bu tartib qaysi hujjat asosida belgilangan? Iltimos, menga hujjat nomini ayting yoki yozma javob bering deng. Chunki ko'pincha bunday gap rasmiy qaror emas, joydagi xodimning noto'g'ri muomalasi yoki noto'g'ri tushuntirishidir. Rasmiy hujjat bo'lmasa, umumiy xizmatdan foydalanish huquqi cheklanmasligi kerak. Men pensionerlarning farzandlariga ham aytaman. Ota-onangizni o'zingiz borib keling deb yuborishdan oldin muassasaning tartibini tekshirib bering. Qaysi hujjat kerak, qaysi kun qabul, elektron navbat bormi? Ariza qanday yoziladi? Bularni oldindan bilish katta yordam. Ba'zan 10 daqiqalik telefon qo'ng'irog'i keksa odamni yarim kunlik sarsonlikdan saqlaydi. Ota-onangizning telefon raqami o'z nomida bo'lishiga e'tibor bering. Bank kartasi ishlayaptimi? SMS xabarnoma ulanganmi? Pensiya tushumi kelyaptimi? Shaxsiy hujjat muddati o'tmaganmi? Bularni vaqti bilan tekshiring. Chunki muammo chiqqandan keyin hammasini bir kunda hal qilish qiyin bo'ladi. Demak, asosiy xulosa shuki, pensioner bo'lgani uchun odamni muassasaga kiritmaslik odatda to'g'ri emas. Lekin ayrim joylarda navbat, xavfsizlik, maxsus rejim, vakillik,
hujjat yetishmasligi yoki elektron tartib sababli kirish va qabul cheklanishi mumkin. Eng muhimi, siz har bir holatda sababni aniq so'rashingiz, hujjatlaringizni tayyorlashingiz. Yozma murojaat qilishingiz va og'zaki rad javobi bilan cheklanib qolmasligingiz kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday holatga duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Qaysi muassasa, qanday vaziyat? Sizga nima deb javob berishdi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner ota-onangiz, qo'shningiz yoki qarindoshingizga yuboring. Chunki bir odamning vaqtida bilgan ma'lumoti butun oilani sarsonlikdan saqlab qolishi mumkin.